Diqqat, tezkor xabar. Kuni kecha Chilonzor tumani Qatortol ko'chasidagi Brevan parfyum do'koniga ikki noma'lum shaxs tungi soat 2 lar atrofida kelib, hech kim yo'qligidan foydalanib, eshikni buzib kirishgan. Kuzatuv kameralariga tushib qolgan kadrlarda esa g'alati holatlar mavjud. Do'kon egasining aytishi bo'yicha ular seyfdagi pullarga yoki qimmatbaho narsalarga teginishmagan. Uka, qaniydi pullarni olib ketishgandi. Pulliga tegishmagan. Do'konimizda eng qimmat Stoix liftini kuchli qilib tayyorlab qo'ygan. Aqua Safir bilan xavotirimizdan olib ketishgan. Hali men u nomardlarni topaman. Hammasini tegiga aytaman. O'zi kecha bitta olib keluvdilar. Mana shu atirlaring hammasini menga ber ukam degandi. Yo'q degandim. Menimcha o'sha oka qilganlar.